ana endi yo'q. Bu ajoyib naborimizni baribir ham biz berib yuboramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kechagi o'yinda O'zbekiston va Portugaliya o'yinini hamma ko'rdi. Futbolchilarimiz jonini berib o'ynashdi. Ularga rahmat. Lekin biz ular bilan oxirigacha. Biz degan edikki, O'zbekiston g'alaba qozonsa, mana shu ajoyib naborimizni sovg'a qilamiz deb, ana endi yo'q. Bu ajoyib naborimizni baribir ham biz berib yuboramiz. 28-iyun kuni O'zbekiston yana oxirgi turdagi o'yini qolgan Kongo bilan o'sha o'yinda natija qanaqa bo'lmasiga qaramasdan biz mana shu naborimizni sovg'a qilib beramiz. Ana endi poddershkani bosamiz. Jamoamiz uchun ana endi like, podpiskani ayamaymiz, kommentariyaga O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz, chiroyli tilaklar yozamiz, reaksiyalar har xil olovchalarni qo'yib bosib tashlaymiz. Birga bo'lishni vaqti ana endi keldi. G'olibimizni bir kishini like va kommentariyani random orqali g'olibimizni aniqlab, shu ajoyib Good King brendiga tegishli bo'lgan eng katta qimmat naborimizni sovg'a qilib yuboramiz.